Uy sharoitida mana siloslarni bundoq qilib qoplab qo'ysa ham bo'laveradi. Hozir buni qo'ylarga beraman. Mana silosimiz chiroyli turibdi. Achimagan, aynimagan. Mana shunaqangi qilib qoplab qo'ysa ham bo'ladi. Mana silos olib keldim qo'ylarimga. Qanday qilib ichidagi qo'tirlarini, qurtlarini yo'qotish sirlari ekan. Bittadan bosib qo'yasizlar, yaqinlarga podelиться qilib qo'yasizlar. Mana ekan hammamiz shunaqa mollarda dorisini sotadigan aptekada sotiladi bu narsa. Buning nomi oltin guvt. Mana bunaqangi oltin guvt bo'ladi. Qo'yimiz ko'proq bo'lsa, ko'proq beriladi. Hozir biz ikkita qo'yim bor. Ikkita qo'yimga ozginagina miqdorda silosiga qo'shib beraman. Silos va qo'tir barcha yuqumli kasallarga davo bo'ladi. Mana kichkina qoshiqda bir qoshiqcha berdim. Beryapman. Bir qoshiqcha, kichkina qoshiqni bir qoshiqcha soldim. Qo'ylar ko'proq bo'lsa, katta qoshiqda 2 qoshiq berilaveradi. Mana ekan. Va makkadan aralashtirib yuboramiz. Ichiga aralashtirib yuboramiz oltin guvt. Bunga beriladi qo'yga. Qo'tir ichidagi barcha kasalliklarga davo bo'ladi. Video yoqqan, manfaatli video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Qo'tirini yo'qotolmayapti deganlarga jo'natib qo'yasizlar shu videoni.